Do'stlar, bugun Shokirota va Kulolon yo'nalishida katta yo'lni bo'yidan kirganingizda mana shu chap qo'ldagi ikkinchi xonadonimiz sotuvga qo'yildi. Bitta ko'ringlar. Do'stlar, tashqi fasadini o'ziga e'tibor beringlar. 40 metrdan oshiq, 50 metr, 40 metr atrofida deyishyapti. Bu yerda olib, eksotika kotej qilaman degan quruvchi akalar qani sizlar? Mana sizlar uchun zo'r lokatsiyada desak adashmaymiz. Bitta ichkarilarni ko'ringlar. Do'stlar, kirganimizda bir paytlar bu yerda chiroyli qilib, chini sex qilib foydalanishgan ekan, million qilgan odamlar daromad olgan. Endi boshqa ishlarga yurg'izdirib, daromadlarni shu joylarda sotib, boshqa ishlarimizni yurg'izdiraylik deb srochniy sotuvga qo'yishibdi. Darvozaxonalarga e'tibor beringlar. Aytishyapti egalari, hamma narsani tashlab ketamiz deyapti. Do'stlar, kirganimizda ikkita chap qo'lda bir dahliz, qo'shimcha oshxonasi bilan yashashga tayyor. Prosta chiroq o'chib qolganligi sababli ichkarisini ko'rsata olmadik. Xullas, ichkari xonadonlar yashashga tayyor. Bu yoqda ham bitta katta zal xonalari bor ekan. Bir paytlar egalari chiroyli chini sexga moslatib, chini sex qilib, bunaqa ish faoliyatlari ham olib borishgan ekan. Xolasalaring, Kulol akalarimizga ham qiziq bo'lsa agar, mana shu promzonalardan ham odamlar falon pulga joy olib, chini sex olib yotibdi. Mana o'zimizning Kulolonimizda Shokirota yo'nalishidagi katta yo'lni bo'yidan kirganingizdagi 14 sotuvdan iborat bo'lgan chiroyli xonadonimiz. Hujjatlari turar joyga moslashtirib, hujjat qilingan, noturar emas, shu tomonni ham hisobga olib ketinglar. Do'stlar, menga bunaqa chini sexlar kerak emas. Ko'nglimdagida uy solaman desangiz, xohlasangiz bunaqa naveslarni, bunaqa narsani sotib olsangiz ham ancha pulga ketib qoladi. Naveslarga bitta baho beringlar. U Nerjevika mahsulotlardan zo'r naveslarni qilib, kurugum aylanasiga to'sib qo'yishgan ekan. Mana bu yoqlar ham xuddi shunaqa. Egalari xolasa hamma narsani tashlab ketaman deyapti. Mana ko'ringlar, bu yer asosiy kulolchilikka moslashtirib ish faoliyat olib borishgan. Mana qaranglar, basenlargacha qilib qo'yishgan. Oson emas shunchalik basenlargacha. Misol bitta joyda olib shuncha navorot qilaman desangiz ham falon pul ketib qoladi. Nari yoqda ham xonalari bor ekan. Mana ko'ring, bu yoqda yaxshi basenlari bor. Ishlab chiqarish qilaman, bir narsa qilaman deganlar uchun ham zo'r imkoniyat. Ichkarida 28 ga 6 metrlik zallari bor ekan. Ko'ringlar. O'sha aytganimizdek, chini sexga mos, uzunligi 28 metr, bunaqasi 6 metr atrofidagi chiroyli zallari. O tepagacha e'tibor beringlar, yaxshi rossiyskiy to'sinlar tashlab qilingan. Bu yerda olib bog'cha qilaman deydiganlar uchun ham bitta o'ziga moslab remont qilib chiroyli qilib olsa agar zo'r bo'ladi. Yoki olib turib eksotikdan chiroyli qilib qurilish qilaman deganlar uchun ham puli zo'r narxda chiqadi. Egalari bilan talashib, tortishib, pulini yengillatib qo'ydik, hurmatli kuzatuvchilar. Do'stlar, egalari xolasi aytishyapti, puli qimmatli qilsa, aka-ukalar shu yerda olib uy qilaman, joy qilaman deydiganlar ikkiga bo'lib olishga ham imkoniyat qilib beraman deyapti. Xolagan turiga to'lovlariga men unoraman deyapti. Qiziqqanlar, aka-ukalar shu yer o'rtalaridan yer olib, joy olib, uy olib, biron bir o'zimga moslab xonadon qilaman deganlar, mana sizlar uchun ikkiga bo'lib olishda ham imkoniyati bor ekan. Do'stlar, kommunalkalari gaz o'zlariga отдельно tortib kelishgan ekan. Svet ham o'zlariga mahallani sveti emas, o'zlariga shit qilib, podstansiya qilib, o'zlariga xususiy tortib kelingan ekan. Suv ham xuddi shunaqa, gaz, suv, svetdan umuman muammo yo'q ekan. Do'stlar, o'sha yuqorida aytganimizda o'zlariga отдельный podstansiya tortib kelishgan ekan, yuqori toklanishga chidasin deb, o'sha chini sexga katta podstansiyalarni o'zlariga tortishgan ekan. Ya'ni olsangiz, mana shu podstansiya ham o'zingizniki bo'ladi, mahallaniki emas. Bo'ldi, Jo'rajon. O'sha gap oluvchi odamga xolasa deyapti. Hamma yo'g'ini tashlab ketaman deyapti. Yo, agar bo'shatib bering desa, kelishsak agar 2-3 kunda hamma yo'g'imni olib chiqib ketaman deyapti. Bu tomonni ham hisobga olinglar. Egalari 80 ming, 90 ming dollar
bo'lsa beraman turishuvdi, pul zaril, srochniy sotib yuboraylik deyishuvdi, srochniga talashib, tortishib 70.700 deb baholab qo'ydik. Yana jicha-pichasini kelishadigan joyi bor, kelib, ko'rib, qo'llarini ushlab, siltab nima qilsalaring zo'r imkoniyat. Orqadagi qo'shimcha joyini ham ko'rsatib ketamiz. Do'stlar, eng qiziq tomoni 14,5 sotikdan oshiqcha orqada yana 4,5 sotik mana shu xonadonga qarashli bo'sh yerda egalari bunaqa qilib to'sib chiroyli qilib bir bog' shaklida qilib qo'yishgan ekan. Olsangiz sizga qo'shimcha bir chorva qilmoqchimisiz, a? Tadbirkor akalar, qurilish qilaman degan akalar mana bunaqangi joy, bunaqangi pulga chiqolmaydi. Bosib yuboradigan xonasi.